musulmonlar orasida fahshni yoyilishiga hayotimizdan yoshlar nimani misol qilsak bo'ladi? Ana shuni, o'shini matran qildi-yu. Ijtimoiy tarmoqda prikollar, birovda qoqilib ketgani, birovda yiqilib tushgani, birov qandaydir bir xato yo'l qo'yib qo'ygani, birovda aybini xullas. Shuning uchun bir-birlarga jo'natayotgan narsani qaranglar. Bu xayriyatda yoyishlikka kiradimi yoki fahsh buzuqlikni yoyishlikka kiradimi? Palonchi yiqilib tushibdi, videosi bor. Palonchi nima qilayotgan ekan, ashula aytayotgan ekan, patinkasini tovoniga chiqib ketibdi. E'tibor beryapsizlarmi? O'sha ko'rsatayotgan kanallar yoki bo'lmasa studiya eshitdingizmi deydi. Yangisini aytadi hozir. Palonchi haqida eshitdingizmi? في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanahu va taoloning Asmaul Husno, go'zal ismlari haqidagi navbatdagi darsimiz. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi, astagfirullah, valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Alloh taoloning go'zal ismlari bor, bas unga ana o'sha ismlar bilan duo qilinglar, xitob qilinglar, murojaat qilinglar. Bugun Alloh taoloning go'zal ismlaridan As-Sittir ismini dars qilamiz. As-Sittir ismi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sahih hadislarida zikr qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Innalloha azza va jalla halimun, hayyun, sittirun, yuhibbul hayaa va satra, fa idza ightasala ahadukum falyastatir." Imom Nasoiydan bu hadis. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kishini ochiq joyda yalang'och holda g'usl qilayotganini ko'rdilar va bundan norozi bo'ldilar. So'ngra minbarga ko'tarilib, mana shu hadisni aytdilar. Albatta Alloh taolo Halim, Hayy va Sittirdir. Hayoni va satrni yaxshi ko'radi. Agar birortangiz g'usl qilsa, o'zini to'sib olsin. Mana Sittir ismi mana shu hadisda zikr qilindi. Boshqa hadisda Imom Bayhaqiydan Ibn Abbos roziyallohu anhudan innalloha sittirun yuhibbus satra. Albatta Alloh taolo sittirdir, satrni yaxshi ko'radi. Sittir degan so'z, albatta batafsil to'xtaymiz, to'suvchi, berkituvchi, yopuvchi degan ma'no. Mahluqotlarning ayblarini, nuqsonlarini, kamchiliklarini berkituvchi, yopuvchi degan so'z. Qancha kamchiligimiz bor, qancha nuqsonimiz bor, qancha aybimiz bor, o'zimiz bilamiz. Shunday bir nuqson kamchiliklarki, hatto eng yaqin bo'lgan odamingiz, ayolingiz bilmasligi mumkin. Ammo Alloh taolo biladi. Ana shu aybingizni bilgan, ana shundan xabardor bo'lgan Robbimiz subhanahu va taolo berkitayotganligi uchun birov bilmayapti uni. Bir nojo'ya fe'lingiz bor, nojo'ya bir amalingiz bor, gunohingiz bor, xatoingiz bor, doim qilib yurgan. Hech kim bilmaydi. Uni siz men puxtalik bilan qilayotganligim uchun, ustalik bilan qilayotganligim uchun, bekitib qilayotganligim uchun birov bilmayapti deb o'ylaysiz. Yo'q. Agar Alloh taolo xohlaganida uyingiz ichida qilgan xato kamchiligingizni Alloh taolo shunday oshkor qilib qo'yardiki, butun xalq bilgan bo'lar edi. Bu Alloh taolo shu aybingizni berkitayotganligini belgisi. Endi shunday aybingiz bo'lib turib, Alloh berkitayotgan bo'lsa, Allohdan hayo qiling. To'xtating bu ishni. Mo'min kishida bor bo'lish kerak bo'lgan sifatlardan satr. Ya'ni o'zini xatosini, kamchiligini, aybini, nuqsonini berkitishligi kerak. Oshkor qilib yurmasligi kerak. Valillahil asmaul husna fad'uhu biha. Musulmon kishi o'zini komillik sifatlari bilan bezashlikka doim urinishligi kerak. Bu degani komil bo'lish kerak degani emas, hech kim komil bo'la olmaydi. Lekin shu komillikka intilishligi kerak bo'ladi. Banda rahimli bo'lib turib, ar-rohim bo'lgan zotga yaqin bo'lishi mumkin. Adolatli bo'lib turib, al-adil bo'lgan Robbisiga yaqin bo'lishi mumkin. Boshqalarning ayblarini berkitib, boshqalarning ayblarini yoymasdan berkitib qo'yib turib, sittir bo'lgan, as-sittir bo'lgan Robbisiga yaqin bo'lishligi mumkin. Demak, siz bilan biz o'zimizda mana shu komillik sifatlarini paydo qilishlikka intilishligimiz kerak bo'ladi. Inson
yo o'zini aybini, kamchiligini yashirib yuradi, yoki oshkor qilib sharmanda bo'ladi. Yo sharmanda bo'lish, yo sitr taklif o'rtasida bo'ladi. Inson zotini tabiatiga qaraydigan bo'lsangiz, nimani ko'rasiz? U boshqalarning sharmanda bo'lganini, xabarini eshitishni yaxshi ko'radi. Boshqalarning ayblarini, avratlarini eshitishlik, yoyishlik va ularni masxara qilishlik bilan rohatlanayotganligini topasiz. Qaysi zamonda yashamasin, qaysi davrda yashamasin, qaysi yurtda yashamasin, bu insonning tabiatidagi bor narsa. Boshqalarning aybini, nuqson, kamchiligini eshitib gapirishlikni xohlaydi. Lekin mana shu boshqalarning aybini bilib qoldingiz, yoyib yurishingiz, birovning kamchiligidan xabardor bo'lib qoldingiz, buni tarqatib yurishingiz haqida shariatimizda nima deyilgan? Ya'ni shunday bir kamchilikki, shu kamchilikni aybda aytsangiz, musulmonlar orasida bir nojo'ya fikrlar, nojo'ya tushunchalar paydo bo'ladi. Musulmonlar orasida fahsh munkar yoyiladi. Alloh taolo nima deydi bu haqida? Astagfirullah. Innallazina yuhibbuna an tashiyal fahishatu fil ladina amanu. Iymon keltirgan kishilar o'rtasida buzuqliklar yoyilishini istaydigan kimsalar uchun dunyoda ham, oxiratda ham alamli azob bor. Siz birodar aybini bildingiz, yashirib qo'yishdan o'rniga as-sittir bo'lgan Robbingizdan mana shu sifatidan o'zingiz ulush olib, uni yopib qo'ymasdan siz yoydingizmi? Sizni yoygan shu gapingiz tufayli buzuqlik yoyildimi? Alloh taolo bunday insonlarga alamli azob bor. Dunyoda ham, oxiratda ham. Bilasizlar, gunohlar bor. Alloh taolo faqat oxiratga olib qo'yadi uni jazosini. Gunohlar bor, dunyoda berib qo'yadi. Yana gunohlar bor, dunyoda ham beriladi, oxiratda ham beriladi. Dunyoda ham, oxiratda ham beriladigan gunohlar ota-onaga oq bo'lish, odamlarga zulm qilish, odamlarning haqqini yeyish, tuhmat bo'xton qilish. Endi ana shu dunyoni o'zida oladigan va oxiratda ham jazosi bor bo'lgan gunohlardan bittasi musulmonlarning orasida fahshni yoyilishligini xohlashlik. Musulmonlar orasida fahshni yoyilishiga hayotimizdan yoshlar nimani misol qilsak bo'ladi? Ana shuni, o'shini tirin qildi-yu. Ijtimoiy tarmoqda prikollar, birovda qoqilib ketgani, birovda yiqilib tushgani, birov qandaydir bir xato yo'l qo'yib qo'ygani, birovda aybini xullas. Shuning uchun bir-birlarga jo'natayotgan narsani qaranglar. Bu xayriyatda yoyishlikka kiradimi yoki fahsh buzuqlikni yoyishlikka kiradimi? Ko'proq qaysinisi? Demak, insonning tabiati bor, xohishi bor va unga yuklatilgan shariatning taklifotlari bor. Inson nimalarni xohlaydi? Uxlashni xohlaydi. Lekin shariat namoz o'qib turib deydi. Insonning xohishi, tabiati nimani xohlaydi? Ishlamaslikni xohlaydi. Lekin shariat taklifot qo'yadi, ishla bola-chaqangni boq deydi. Nafsimiz nimani xohlaydi? O'yin kulguni, huzur halovatni. Faqat bir maishatni. Lekin shariat nima qiladi? Taklifotlar qo'yadi. Insonni xohishda, isteklari, mayllari ichida hozirgi biz aytayotgan birovlarning ayblarini kavlash va buni yoyib yurishlik ham bor. Insonning tabiatida bor narsa bu. Endi uni tabiati birovlarning sharmandaligini, uyatli holatini qidirishni, gapirishni istaydi, ammo shariat man qilyapti. Nafsi kusab, nafsi xohlab turgan narsani qilmasligi uchun, nafsini jilolab olishligi uchun kishiga mustahkam iymon kerak, mustahkam iroda kerak. Eshitdingizmi deydi. Yangisini aytadi hozir. Falonchi haqida eshitdingizmi? To'xta. Menga kerakmi shu? Meni dunyoviy tijoratimga, qandaydir tarbiyamga yoki oxiratimga kerak emas, aytmay qo'y. Uni deya olmaymiz. Nabrat nima turadi o'qiga? Demak, mo'min sifatida siz bilan biz Alloh taoloning as-sittir, yopuvchi, berkituvchi shu ismidan o'zimizga ulush olishimiz kerak. Gapir husullanadi, nimani bilsa gapiraveradi. Birodarlar, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mo'min kishi baxil bo'lishi mumkinmi deb so'rashganlarida qod yakun, bo'ladi deganlar. Mo'min kishi qo'rqoq bo'lishi mumkinmi? Qod yakun, shaqasi ham bo'ladi. Ammo mo'min kishi yolg'onchi bo'ladimi deb so'rashganlarida yo'q deganlar. Endi mo'min kishi yolg'onchi bo'lmas ekan. Yolg'onchi deganda shu
yolg'onni hunar qilib olgan odam deylar, tushunmaylik. Eshitgan gapini tekshirmasdan turib ko'tarib yuradigan odamni ham payg'ambarimiz yolg'onchilar qatoriga qo'shganlar. Qaytarib aytaman, eshitganki narsasini ko'tarib gapirib yuradigan, tekshirmasdan, haqiqatini bilmasdan odamlar shunday bo'ladigan bo'lsa, bularni ham yolg'onchi degan. Rasululloh aytadilar, Imom Muslimdan bu hadis: "Kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a." Eshitganki narsasini ko'tarib gapirib yuradigan odam uchun shu ishi yolg'onchiligi yetarli guvoh dalil. Eshitdingiz gapiraverasiz, eshitdingiz gapiraverasiz. Bo'ldi, yolg'onchilar qatoridasiz. Yana qanaqa palonchi aytdi deb aytsa ham o'lib ketsin. Xuddi o'zi ko'rgandek qilib aytadi. Mana bo'ldi deydi. Mana bo'ldi deydi. Biz o'zimiz ham deymiz. Ko'p eshitamiz va haligi eshitayotgan odamlar, to'xta. Sen o'sha yerdanmiding shu ish bo'lganda desiz, yo'q deydi. Unda nimaga o'zing ko'rganda aytyapsan? Deya olmaymiz. O'shuning uchun gapiraveradi. Agar 3-4 marta o'shaga tanbeh bersangiz, shu odam shu ishdan to'xtaydi. Ma'qulmi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizga ta'lim berganlarki, bir odam bir gapni gapirib turgan bo'lsa, gapirib bo'lib yoki kimnidir oyoq tovushini eshitib turib u yoqqa qarab qo'ysa, shu so'zi omonat bo'ladi. Garchi omonat sizga shu so'zim demasa ham. Rasululloh aytadilar, Abu Dovud Termiziydan bu hadis, Jabir ibn Abdulloh roziyallohu anhu rivoyat qilgan. "Iza haddatha ar-rajulu bil hadisi thumma iltafata fa hiya amana." Agar bir kishi gapirib turib u yoqqa qarab qo'ysa, bas shu so'z omonat bo'ladi. Mo'min kishidagi ulug' sifatlardan bittasi, u birovlarning ayblaridan xabardor bo'lib qolsa, o'zi qidirmaydi. Mabodo xabardor bo'lib qolsa, uni yopib qo'yadi, berkitib qo'yadi. Biron marta sizda yoki menda birovda aybini ko'rib turib, bilib turib, yopib qo'yishlik holati bo'lganmi? O'zingizlardan so'ranglar. Biron marta birovda aybini bitta men bildim. Shuni yopib qo'yganmanmi? Agar yopib qo'ygan bo'lsangiz, ha degan javob topsangiz, umid qiling shu amalingizdan. Ehtimol shu amalingiz jannatga olib kirib ketishiga sabab bo'lar. Mo'min kishidagi ulug' sifatlardan u boshqalarning ayblaridan xabardor bo'lib qolsa, uni berkitib qo'yadi. Endi boshqalar esa bunaqa emas. Bir-birini aybini poylab yuradi. Hozirgi kunda birodarlar, ko'pchilik ommaviy axborot vositalarini ishi ayni shu emasmi? Palonchi yiqilib tushibdi, videosi bor. Palonchi nima qilayotgan ekan, ashula aytayotgan ekan, patinkasini tovoniga chiqib ketibdi. E'tibor beryapsizlarmi? O'sha ko'rsatayotgan kanallar yoki bo'lmasa studiyalar qandaydir ko'rsatuvlarda ham narxini, qadr-qiymatini bilib qo'yinglar. Nimalarni yoyib yuribdi. Sharmandalik. Sharmandalik arab tilida al-fadiha deyiladi. Nima u sharmandalik? Sharmandalik ayb bo'lgan, uyat bo'lgan ish bilan mashg'ul bo'lishlik. Ayb hisoblangan so'z bilan, ish bilan, fe'l bilan mashg'ul bo'lishlik. Axloqiy o'lchovlarga teskari ishni qilishlik. Jamiyatni shuurlariga aziyat yetkazishlik. Agar Odam alayhisalomdan boshlab qiyomatgacha keladigan odamlarning sharmandaliklarini ko'rib chiqsak, uni ikki turligina ekanligini ko'ramiz. Yo moliy, yo jinsiy. Mana shu ikkita sharmandalik bo'ladi. Payg'ambarimiz aytayaptilar-ku, agar birortalar g'usl qiladigan bo'lsalar, nima qilib olsin o'zini? To'sib olsin. Mana jinsiy sharmandalikka, fazihalikka nima? Xullas, mo'min kishi o'zini va boshqalarni ayblarini berkituvchi, to'suvchi bo'ladi. Biroq sizga bir o'zini ayoli bilan bo'layotgan muomalasini aytdi, bir maslahat so'rab. Maslahatingizni berdingiz, yoping shu yerda. Masalan, boshliqlarga kelib odamlar shikoyat qilib yoki maslahat so'raydigan odamlar yopish kerak. Agar aytish kerak bo'lsa, atin aytmasdan, mana bu holat bo'ldi deb gapirsa bo'laveradi. As-sittir kalimasining ma'nosi. Sittir demak to'suvchi, yopuvchi, berkituvchi. Bu siyg'ay mubolag'a so'z. Bu siyg'ay mubolag'a so'zida ham nav, ham adad bo'ladi. Masalan, al-G'affar desa, bu ham mubolag'a siyg'asi. Alloh taolo eng katta gunohni ham kechiradi va milliardlagan gunohni ham kechiradi. Bu yerda sanoq ham bor, nima bor? Turi bor, navi bor. Sittir ham mana shunday. Alloh taolo to'sadi, berkitadi, eng maxfiy bo'lgan gunohlarni ham, maxfiy bo'lgan kamchiliklarni ham Alloh taolo yopadi. Hozir aytib o'tganimizdek, Alloh taolo as-sittir bo'lgan zot, bandani hech kim bilmaydigan ayblarni ham bekitib yopib qo'yadi, lekin ta'assuf ayrim
hamoqat egalari, espas odamlar, ayrim nodon johil kishilar Alloh uni berkitib qo'ygan aybini o'zi chiqib gapiriyor. Bir paytlar biz deydi ichari deydi. O, bir o'tirganda monchi ichari deydi. Endi nima bo'ladi? O'zingni aybingni aytdingmi? Endi qachon seni ko'rsam ichganing esimga kelaveradi-da. Odamlar esdan chiqarmaydi. Qachon ko'zingizga ko'rinsa, o'sha gunohni nima qilaverasiz? Alloh yopib qo'ydi, birov bilmadimi, birodar, o'zingni sharmanda qilmagin. Agar seni aybingni Alloh yopib qo'ygan bo'lsa, sen o'zing ochayotgan bo'lsang, sen gunohkor bo'lyapsan. Mana u qilgan xatoyingiz, gunohingiz yoki nuqson kamchiligingizni hech kimga aytishingiz kerak emas. Otangizga ham, onangizga ham, u ustozingizga ham, o'qituvchi Alloh berkitdimi gapirmang.